qayta. Ammo bosh hakam Wang Chie hali ruxsat bergani yo'q. To'xtatdi qaytamiga. Tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. Va ko'rdikki, juda ham oddiy kutib oldi to'pni. Takroriy lavha hozir bizga namoyish etiladi. 1-0 hisobda adashib ketmasak bo'lgani. Hali boshlanishi bu. Mana ko'rdingiz. Hech kim qaragani yo'q. 9 nafar oq libosdagi sizda start oldi. Kechroq 20:30 esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bxandari gol muallifi. Yaxshi pas. Qaytimi bo'lish kerak. Bxandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol. Rostdan ham. Mana o'sha epizod. Zo'r pas bo'ldi va zo'r zarba bo'ldi. Bu bitta chap qanotga ko'chirildi. Yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma, 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trick muallifiga aylanmoqda. Turda bu haqda o'ylamasa kerak. Bizga takroriy lavha namoyish etiladi. Bu boyagi gol, 4-gol. Bittada uzatma amalga oshirdi. To'pni to'g'irlab ham o'tirmadi hattoki o'ziga Gitarana. Madubashini Navanjana Pereira himoya chizig'i vakili. Himoyaga yuklama juda ham ko'p. Yana bir hujum. Penalti do'stlar. Azizlar, qoida buzilgan. Xo'sh. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. 10-raqamli. Mana o'sha penalti belgilangan vaziyat. 4-raqam egasi Sachini de Silva. -daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Shuning ko'p ko'ramiz u. Mana. O'sha gol. Uzatma muallifi Anita Basnet, 11-raqam egasi. Yaxshi pas keldi. Xo'sh, ikkinchi qavat orqali yana uzatma. Mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi.
juda kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz shu kadrni yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga. Juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana. Qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham